Bizning obunachilarimizning ko'pchiligi tiklari qo'shitili fasonda shunaqangi kengina ishlangan ko'ylaklarimiz juda ham yoqadi. Chunki odamga rasm yarashimli variantda kiyganda ham ozg'in ixcham qilib ko'rsatib qo'yadi. Ko'ylakni qaranglar, matodan umuman ikrom qilinmagan. Matolari doim shtampel, yumshoq, yengil, quligina variantda ichiga ko'rinib qolmaydi. G'ijim bo'lmaydi, kirishmaydi, oqarmaydi, mazza qilib kiyaverasizlar. Fasonni ko'rasizlar, tiklari kengina fasonda ishlangan, qo'llari oldi qismlari o'zgacha modelda nechta qilib shunaqangi gip yo'llar bilan bezatilgan, oldilari esa shunaqangi tugmacha fasonda. Ranglari bilan ko'rsatib o'taman. Ko'pchilikka bittada yoqadigan shunaqangi oq-qora rasvetkasi tiklari bilan ko'rsanglar bo'ladi. Rasm mayin, yumshoqqina modelda bunaqangi ko'ylakdan bitta olib kiysanglar, boshqa ko'ylaklarga umuman qaraginglar kelmaydi. Juda ham komfortli modelimiz. Qaranglar, bu rangi ham juda chiroyli, kiyganda ham mazza qilib kiyasizlar. Risi ham yarashimli, joyi ham yosh ham umuman tanlab o'tirmaydi. Keyingi rangini ham ko'rsatib o'taman. Mazza qilib kiyishli bo'lgan bu ko'ylagimizni razmerlari 46-razmerdan 56-razmergacha hozircha razmerlari mavjud. Mana obzorni qilib berdim. Tugab ketmasdan ulgurib olish o'zingizga bog'liq. Narxlarga keladigan bo'lsak, 390 ming so'mdan oddiylari bilan almashtirmaymiz. Bunaqangi chiroyli original ko'ylaklarimizni har ikkala magazindan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Zakaz bo'yicha, lokatsiya bo'yicha tegdi raqam qoldirganmiz. Hammanglarni magazinda kutib qolamiz. Kevarasizlar. Sizlar eng zo'rlarga munosibsizlar.